ishqi chop kerolmay, balani boshqarg'in ha? Tug'ilgan kuningga kichkina sovg'a qabul qilgan jinam. Sen bu odammi? Sen cho'qim jajongni topsan. Opa, o'g'ling menga eskilik qildi. Voy, zot boramsa, bormamsa. Bormsa mayli. Odammi sen? Seni atsın yo'qmi? Yuma ig'zingni. Cho'qim seni o'ldirib adamingni bermayman bo'lsa, ishplas. Mayli, ablah. Farruxdan voz kechmayman. Ko'p qismliq ovozliq asar Ozg'un G'uncha. Aktori Ma'rifat Mamatjon Armoni. Birinchi qism. Voy, gaping ajab chiqgan. Nimaga ishimga aralashyapsan deyman. Ben hozir kichik bola emas. Nima ish qilsam, sen doklad qilishim kerakmi? Hejabmi to'ydim shu uydan. O'rnisa shundoq debla eshikni jaqiltib ichib chiqib ketdi. Bechora ona ko'z yoshlarini surtganicha bosiq oldida turib qoldi. Qizini chaqirish uchun og'zini o'maladi-yu, uning homini anglamaydiganligini bilib, uyga kirib ketdi. Baya qiziga akirib bergan tomoqning yerimini yeb, yerimini shu bitib tashlab qo'ydi. Qizim. Osh tomoqni mushunda xorlasang qandoq bo'ladi? Keyin bir-birdan nonga zarlanib qolmasangli bo'ladi-ku. Ana ichida shundoq deb qochilarni ko'tarib oshxona uyga qarab mandi. Onalar naqadar ulug', naqadar kuyimchan, nemancha mehribon. Shunchalik apuchana. Qizi ko'ngliga ozir bersimi, yana shu qizning jafo tortib qolmasligini tillayotdi. Barcha mehribon, aziz onlarimiz omon bo'lsin. U eshikdan chiqqandan keyin nega berishni bilolmay do'qmishda birdan turib qoldi. Shu vaqtda bir qora mashina yoniga kelib to'xtadi va eshik ochilib. "Voy adash, bu yerda nima ish qilib yuriysan yolg'iz?" degunicha bir qiz uni quchoqlab ko'rishdi. Bu qizning qilib olgan kirimi, kiyib olgan kiyimlariga qaragan odam tova deb yoqsin tishlaydi. Yo'tsig'im kelmaydigan qisqa, qip-qizil yopka, kendeklari, bellari butunlay ochiq. Koltiyam, oqmayka, sapseriq, bo'tir qilingan chochlari mo'risida. Yuzlari op-oq, ko'zlari yerdan mushigandek ko'p-ko'k. Lavlari qanday qip-qizil turadi. Uni tuyuqsiz ko'rib qolgan odam bu kechida cho'qim olvosdi deb qochadi. Ya hushidan ketib qoladi. Ular ko'rishib bo'lgandan keyin o'rnisa uni tunidi. U qo'shnisining advoli qizi Gulzor edi. Kunduzlar ko'rishganda bundoq emas. Bu qiz hozir osmon zamin o'zgarib ketgan edi. U omiqib turib qoldi. "Voy adash, yaxshimi? Nimandaq gap qilmaysa, nima ish qilayotgan bu yerda?" "Ajab obdan uchrab qolding. Yura, berib o'ynab kelaylik. Sen bu zerikib turgansa?" deb uning javob berishini kutmayla tortib mashinaga chiqardi. Mashinaning ichi tenug'usiz sesiq puraydi. Tomaka, aroq, yana qandoqdir atir degandek har xil narsalar purab odamning ko'nglini ilashtiradi. Yuzlarini butunlay moda, cho'qur, peshonasi doqa. Og'izda tomoq tishlaklik birsi uningga qarab yejib qo'ydi. Kulgan vaqtda uning sapsariq tishlari ko'rinib, odamni kinolarda chiqilgan olvos ko'ringandek tuyg'u akilatdi. Gulzor, do'stingizni tanishtirib qo'ymamsiz?" dedi. Bu do'stimning ismi Hurnisa. Bu yoqning ismi Samat." dedi Gulzor. Tanishqanimdan xo'shalma Hurnisa." Samat shundoq deb yana hijib qo'ydi. Ondan qizlar, nega bor emas? deb so'radi u so'rin chiroyli Samat. "O'ynaydigan yerga bormizda, albatta. Bika o'tirmasmiz bu mashinada. Biz bo'lmasaqmi o'g'ri emas. Shundaqmi Hurnisa?" dedi Gulnor. O'ynaydigan yerga boraylik. Unimi deb yuramdiq. O'zingiz boshlamamsiz?"
Өрін ise şundaq deb onunğa qaradı. Voy, özüm başlayma, xotirjam bo'linglar. Orqani ko'rish aynikiga qarab, sat yechib qo'yib, mashinasini haydadi va yo'lda mang'ash birsiga telefon qildi. Va yodosh, nadisan? Biz doim boradigan ko'ni joyga borg'ina, shu yerda ko'rishaylik. Voy qizlar, xotirjam bo'ling. Men qachon seni nobud qo'yib boqdim. Ma'qul. Shu yerga borganda ko'rishaylikmi? U telefonni qo'ygandan keyin Gulzor. Kimga telefon qildingiz? Bizni yeb ketmasin deb qo'rqdingizmi? Yordamchi qo'shin chaqirgan o'xshamamsiz. Ansirmang, biz odam yemaymiz jimo. Sizlar ikki, men bir yolg'iz. Yetishib bo'lolmay qolmay deb. U chechini keyniga yondirib qo'yib shundoq dedi va bir klubning oldiga kelib, mashinani to'xtatdi. Amisi bugun o'yin deganda o'yin bo'lganda to'yg'iz yetimiz-ku, dedi u, so'rin tilib mashinadan tushgach. Shundoq bo'lmayamsa, biz degan kim o? Qandoq dedim o'rinsa? To'g'ri deding odosh. Pastga tushib, onunga qarab o'rinsa kulib ketdi. Avoqliqiga boqmay, shundoq egiz. Qattiqroq shamol chiqsa, uchib ketadigandek turardi. Oldiga sal dömjib, engishib ma'atdi. U chidab bo'lolmay qoqoqlab kulib ketdi. Nim bo'ldi? Ey Sarang, nimga kulsan? So'radi Gulnor. Ey qarg'ina bu balaga bayni jondoq o'xshaydi ekan. Yuzlaridagi modullarni qara. Qara dümchib mengishini. O'z aynila jondoq o'xshaydi ekan jimo. Gulnormo uning gapidan kulib ketdi. Nimaga kulib ketdinglar? Men anglab baqay, dedi hiliqi jondoq. Voy, bo'ldi. Anlamsanızm bo'ladi. Qani, kirmaymizmi? So'radi Hurnisa. Hozirlik kiramiz. Telefon to'ladi. Keldingmi odosh? Men eshikning oldida. O'zingchi? Ko'rdim. Endi kiramiz. Og'inam keldi. U shundoq deb yon tarafga ko'rsatdi. Hurnisa qarabda uni xomqapoqqa o'xshatdi. Qo'rsqi chiqib qolgan. Besh kichik, puti shundoq inchika. Qo'zg'i to'qili qopgan oyonikiga o'xshash. Beshida tuzuk chechimi yo'q. Tek qotirilib olgan. Ko'zlari kichik, dorday kalpoq. Yuzlari go'sh kirdidek. Qapoqqa o'xshaydi. Kulkisini bosolmay Gulnorga. Mau hilqi, elim xachamning barangidagi qapoqning o'zlikan. Qarg'ina, dedi sharat qilib xildab kulgash. O'xshatmaydigan narsam yo'q ekan. Birisini jongdo desang, birisini qapoq deb. O'zingmichu bir aynakka qarab baqdingmi? Dedi Gulnor qasdan qirishib, o'zini kulib bo'lolmay aram turardi. Men deyishi u qapoq qiyshiq keldi. Tunishtirib qo'yay. Bu yoqning ismi Ershab bo'ladi, dedi Jongdo. O'ziga moskamiga simkan-ku. Hurnisa shundoq deb xo'donshidi. Uningda ham qapoq deb qo'ysa, osonroq bo'ladi-ya. Tunishqinimizdan xo'shalman. Men Gulnor. Bu yoq Hurnisa. Tunishqinimda xo'shalman Hurnisa. Xomqapoq shundoq deb qo'lini uzatdi. Men mushu xomqapoq. Buning og'zidan xomqapoq deb chiqib ketdi. Gulnor uning beqinini chimdidi. Yo'q. Hiliqi Ershad. Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. Qani, yuringlar, ishga kiraylik. Hurnisa shundoq deb hammaning oldida mandi. Qolganlar keyindan kirishdi. Eshikdan kirishigila oliy yeshil har xil rangli chiroqlar. Kim bilan kimning kori? Birasining tunishi bormi, yo'q. Hech kimning qorg'ili, hapsilisi yo'q edi. Hamma o'z ishi bilan aldirash. Ba'zilar sahnaning o'tirisiga kelib deb qalaymaqon usul o'ynasa, ba'zilar o'ldirib ichishib, chekishib, hammasi o'z oldiga huzur eliyotdi. Maymundek egispas sakrishib, yeliqi qalaymaqonda o'zlarini o'rindiqqa tashlab, bir ikki romkadan ichib
bir taldan chekib etib, yana sahna uchun qo'ydi. Tanıydigan, tanımaydigan odamlar bilan birlikda har xil qiliqlarni chiqarishib, usul o'ynab, boshlarini sarongdek chayqab, o'zlaricha xushal bo'lishib, qoqoqlab kulishadi. Ular kirib, o'zlarini bulondagi bir ustalga tashlagandan keyin yeydigan, ichadigandan buyurtishdi. Gazir, xasan, meva suyi, sovuq ichimlik, aroq, tamaka, yana allaqanaqdir narsalar bilan ustal birdamda to'shib ketdi. Yura, o'ynaymiz. O'rnisa shundoq deb Gullarning qo'lini tortib, odam dengiziga kirib, ularga aralashib ketdi. Jangdo bilan qapoq ikkisi ishkash qizlarni kuzatib o'tadi. Ola hazal 15 minutlardan keyin ikkisi alomonning orasidan chiqishdi. Ular terlab, osirab bir bo'lib ketgan edi. Keliblar chaponlarini silib tashlab qo'yib, ichimlik ichdi. O'g'illar ularga qizlarga qo'ydi. Qizlarmo tatinmayla ilib, ko'piltib ichayotgandan keyin yana sahna tomon yo'l elishdi. Bu qatam u ikkisini birlikda sahnaga chiqib, qo'llashmagan put-qo'llari bilan qoloymiqan harakat qilib, o'zlaricha usul o'ynayotdi. Bir soat sakragandan keyin to'tilisi o'ringa o'zlarini tashlab o'ltirishdi va yap ishkash bo'ronda qolgan odamdek voqira paranshiyotdi. O'g'illar qizlarga uzildirmay hara qo'yotdi. Qizlarmo ularning ko'ngligini sezib qoldimi qandoq ichganni qilib yerga to'kib o'ltiradi. Ular bundoq so'rinlarga to'lib kelib pishib ketgan bo'lg'ashqa o'g'illarning hilasini bilib o'zini mas qilib qo'yib ketib qoladi. Jangdo bilan qapoq ikkisi o'rnisa bilan Gulzarga deb hara qo'yatdi. Ularni to'xtamay haroqqa zo'rlab tugisi yana akilib orom bermadi. Ikkisimi chandurmay ichganni qilib mas bo'lgandek laylab ularning ko'zini mas qilibdi. Yura adash, usul o'ynayli. Deb sahnaga qarab mandi o'rnisa Gulzarni tortib. Jangdo bilan qapoq ikkisimi keyindan birga chiqishdi. Ular xeyli obdan tanishib qolgan edi. Rostor olmay, laylab daldangishib aron turib Jangdo usul o'ynayman deb bir qiz soqilib yiqitibdi. U qizning yigitimi chalimas bo'lg'ashqa. "Ey, nima deb qiz do'stingga usuysa aramli?" degunicha Jangdoga mush otdi. O'zi laylab ketib, mushti yana bir bolaning burniga tegib, o'qdek qon chiqib ketdi. "Anangni qalanda eshak, nima meni ursa?" deb yondirib mush otdi. Sahnachilarning asosiy misli bo'lg'ashqa hammasi qalaymqan urishib, klubni o'rtib qilib etishdi. O'rnisa bilan Gulzar qapoq bilan Jangdoni yo'lab so'rab tortib, oron tasda sirtqa chiqdi. Voyjon, nimandaq ig'ir bular. Uylay dedim yerim. O'rnisa shundoq deb ularni mashinaga ishtirdi. "Mana sendan kam emas." Gulzarmo shundoq deb mashinaga tashlab qo'ydi. Ikkisining yerimi ichida, yerimi sirtida yetib qilishdi. "Uyga qaytbandiq", dedi O'rnisa. Gulzar soatga qarab etib, "Men qaytmayman. Bir yotoqda yetib, uyga ati kiraman. Bo'lmasa, dadam o'ltirib yetadi meni. Ha, amsa men uyga ketdim, ha? Keyin ko'rishayli. Xo'sh. Ha, maqla xo'sh." O'rnisa uyning oldiga kelib, ishini chekdi. Xeyli uzun cheksimi, ichilmagandan keyin tepib, mushlab, voqirib to'ylashga boshladi. "Echishni qasdan qilishyapsan ishkan. Ishini echpamsak, ketadi deb qilishdingmi? Tüfey, o'lmaydigan qiyirlar. Ishini och dedim. Eli kirib qoldigan bo'lsam." O'rnisa voqirib chaqirib mahallani bir oldi. Qo'shnisi hamrohan chiqib, "Hay qizim, bu kechada nima g'avg'o qilsiz? Nomus emasmi qiz bolaga? Hozir soat necha bo'ldi?" dedi. "Voy, ishingni qila. Nima qaring? Hamma ishga chop kerolmay, bolani boshqirg'ina. Sening ishingni mushlimagandan keyin uyquni uxlag'inami, ha? U nomusni bilmaydigan adabsiz. Aman bir kuni ota-onaning beshiga chiqsan-ku sen. Olama oshqishni. Dadangni onang doktorxonaga ketdi. Ahvoli yaxshi emas ekan. Issit, sening odam bolasi bo'lib qolganing." deb qo'yib kirib ketdi. "Menga nasat qilib ketginni? O'lmaydigan jodi qeri." Shundoq deb uyga kirib, kiyimlarini almashtirmay, o'zini karvatga tashladi. Yo'qning hammasini doktorxonaga to'shib, uyda tursin saqayib qoladi. Bu onam degan qeri, hajabmi o'tgan desa? Shundoq deb
yetib uyquga ketdi. Ertesi tushdan keyin qo'rsoqlari ichib ketib, o'rnidan turdi. Yuz ko'zlarini chalib yuyib, oshxonaga kirib, yeydigan narsa istedi. To'natqini ochdi-yu, yeshtim yo'q edi. Yeydigan hechnim yo'q. Yer bosil bo'ladi. Menda qizi bilan kor yo'q. Qirjadi. Balam osh qo'saq qala, nima debmi o'ylamabda? Hechapmi to'ydim mushu dadamning kesiliga. Shundaqda qoqshab, uydan silq chiqib, ishim taqib. Hamroxonning 8 yoshli qizi Orzuga oshqishni tashlab berib, oshxonani nishonlab oldi. Kirib, bir qo'shin narimcha buyurdi. Tomoqni yegash. Doim o'ynaydigan do'sti Alfiraga telefon qildi. Vay, adash, qanday ahvoling? Yaxshi adash, sen-chu? Ha, menmi yaxshi. Sen nerede adaş hazır? Seni izley deb turatdim. Dedi Alfira. Men bozorda nemişti? Bir yig'ilish batdi. Ikkinchi qism. Billa baraydi degan. Bu gapni anlab, O'rnisa yechib ketdi. Men hozirli baray. Sen nerede? Deginicha telefonni qo'yib, tomoqni oldirab-soldirab yeplab, Alfiraning qishig'i mandi. O'rnisa kelib, qarab, og'zi echilib qoldi. Voy, adaş. Dehşet bo'lib ketibsan go bugun. Alloh mati. Dedi onu bir oyladi. Rasma, yura, seni karamet qilib etaya. Ondan mangayli. Alfira o'ttirib boy. Sarra. Har xil yasinib yuradigan. Bugun ko'rgan odam atis ko'rsa tonolmaydigan. Chochlarini bir kun seriq, bir kun qizil, atis qora, har xil bo'yab yuradigan qiz edi. Bugun mu chechini sop-seriq bo'yitib, mo'risda kestirib qo'yib etgan edi. Yuzlari oppoq, lavlari qip-qizil. Surmalaklari shundoq yarashgan. Garamlari bek mos kelgan. Shundoq go'zal holatda edi. Lekin badan shakli toz chiroyli emasdi. O'rnisanimi taxminan 2 soatda Alfiradan qilishmog'idek ravurus yasab qo'ydi. Ular qo'llariga birdan so'pkini elib, egiz pashniliq oyoqini toqilib tiplashib, menib ketishdi. Alfiraning telefonisi to'la sayrab bezor qilib etgan edi. Yana telefon keldi. Ha, mana, maldoq 15 minutda barimiz. Nimada telefon qilaversizlar? Hozirli barimiz. Ular shaharning chetidarak bir oromgohga kelib, taksidan tushdi. Bu vaqtda xeyli qorong'i tushib qolgan edi. O'dilni menib, ikkinchi qavat yaqinidagi bir ayrimxonaga eshikni chekmayli kirishdi. Ayrimxonaning ichi aroq, tomoq issiqqa to'shqan edi. Har xil puroqlar qo'shilib turardi. 6 qiz, 4 er, 10 odam o'ltirishatdi. Bu ikkisi bilan to'liq 12 odam bo'ladi. Bularni ko'rib, bo'yi dahmoqqina kelgan, beshi tozninkidek paqirab turadigan, qo'rsoqlari chiqib, qo'sh inaklari ketgan. Qaramoqqa boy ikkilik chiqib turadigan, qorbayroq, taxminan 40 yoshlarda babirsi o'rdakdek erg'onlab menib oldiga keldi. Alfira bilan quchoqlashib ko'rishib, "Voy, qayerlardan ezib qolgan qizlar ekan" debdi mataxe. "Bek chiroyliqchimi sanjinam?" deb uning inkini ko'tarib qo'ydi. Atidan boshqa go'zallarga qarab, eslardimi chiqib qolgandimiz? Dedi Alfira qoshlarini yetib. "Bir qo'lingda otong, bir qo'lingda suyun boda sening. Sen bayada boshqalar ko'zimga ko'rinadimi?" debla uning beqinini chimdib qo'ydi. Ha, bu yoq do'stim O'rnisa. Tanishmaylar. Tanishqanimdan xushalma O'rnisa. U o'rdakdek mangdigan odam O'rnisaning qo'liga, ondan yuziga suyib qo'ydi. Ongacha Alfira. Bu yoqning ismi Sidiqbay. Adash, tanishib qo'y. Dedi uning ko'zini qisib. Ha. Men bu tanishqanimdan xushalman. Sidiqbay. Dedi O'rnisa. Shundoq turatdi. Ularning qishig'i Sidiqbaydanmi semizroq. Yeshi tang chiqib qoladigan, bo'yi egizroq oq pishmoq, bir qarasa shundoq salobatlik. Esiliqi chiqib turadigan, ko'zlarimi boshqacha o'ynab turadigan birisi kelib. "Ho'y Sidiq, bu go'zallarni mush ishik tubidla yeb ketmagan hamdi. Bizlarmi tunishib qolayli? Qandoq demadim go'zallar?" dedi qizlarga qarab. Ha, albatta tunishimizda.
dedi Alfira hani alaydan so'zib deb. Mening ismim Farruq. Sizlarning-chi? Mening O'rnisa. Bu yoq do'stim Alfira. O'rnisa shundoq deb qishini ko'tarib qo'ydi. Tanışqanimdan xo'shalman. Farruq boy ularning qo'liga, keyin yuziga suyib qo'ygandan keyin. Qani, stolga qadam tashrif qilinglar. Sizlar kirib, ayrimxonamiz valida yurib ketdi mana, dedi. Jo'zdagi erlar bilan bir qator ko'rishib, ayollar bilan boshlanishni qo'yib o'ltirishdi. Ayollar ularga hasad qilgandek chiroyini purishtirib o'ltirishadi. Farruq boy O'rnisaning qishida o'ltirib, uning qochisiga eli qo'rim salsa, eli aroq qo'yib, uni buni so'rab, faqat yolg'iz qo'ymadi. O'rnisa qarg'anti Alfira Sidiqboy bilan allaqachon ayollardek bo'yinlarga girasilishib o'ltirishadi. Ba'zilar usul o'ynab, o'tirib perqirvatadi. Tansi muzikasi qo'yilishi bilan hammasi o'rnidan turishib ketishdi. Bir-birini quchoqlab, tansi o'ynashga tushib ketdi. Sidiqboy xeyli masbub qog'ashqa Alfiraning qo'liga bir nima bilan degan edi. Omo beshini langishdi. Biz mang'ashtirayli. Azroq ishimiz bor edi. Degenicha boyni yulib chiqib ketdi. O'rnisa gap qilay dedi-yu, lekin to'xtab qoldi. Farruq boy uni hadab tansiga tortib, tansi o'ynag'ash o'ziga kuchab tortib, kassini bu yerlarni silavatdi. Bir qo'l muzik tugishi bilan O'rnisa kelib o'ltirib oldi. Farruq boymi qishig'i kelib yana aroqqa zo'rildi. Umu tuzut qilmayli ichib, ko'zlari xumalashib, yuzlari qizirib ketdi. Fursatning kelganini to'ygan boy so'rinikilar bilan xo'shishib, O'rnisani yetlab sirtqa chiqdi. Biz nega boramiz? Uyingizga olib qo'yaymi jinam? Uyingizga olib qo'yaymi jinam? dedi Farruq boy. Yo'q, uyda odam yo'q. Men O'rnisa shundoq deb sen turilib turolmadi. Boy uni ittik yo'li bilib, mashinasiga selib elib mandi. Qayerga mandoq? dedi O'rnisa sal esiga kelib. Sizni bir yotoq o'rnashtirib qo'yay jinam. U shundoq deb O'rnisaga qarab yechib qo'ydi. Oliy mehmonxonadan yotoqni ichib, uni xeyli tast so'rab ochdi. Yotoq chiqibla O'rnisa boyning kiyimlari yondirib etdi. Boyning qattiq ochiq keldi. Shundoqdami o'zini besib olib, uni karvatga tashlab qo'ygandan keyin munchaga kirib, kiyimlarini almashtirib, uxlash kiyimi bilan chiqib, uningga qaradi. U allaqachon o'likdek uxlab ketgandi. Farruq boy uningga qarab bir tal tomoq chekib o'tgandan keyin uning kiyimlarini soldirishga boshladi. Atsi beshi og'rib uyg'onganda O'rnisa ko'zini ichib, o'zining qayerdaligini bilolmadi. Yana qarab, Farruq boyni ko'rib, varqirab ketdi. Va o'zining onadan tug'ma holat yotganligini bilib, uni tillab varqirayotdi. Farruq boy uning og'zini tutib olib, Anglavatqanimiz Miskina ovozliq asarlari. "Ey og'zingni yum. Nima qaraysan? Saramisan? Odam sazg'ay qilma bu yerda", dedi. Sen meni nima qilding? Meni nima qilding? O'rnisa shundoq deb uninga esildi. Men sening tek qiz ekanligingni o'ylamabdiman. Hayron qolarliq. Sendek o'yinchilarmi qiz chiqib kelsa? dedi Satijiyib. O'rnisa nim qilishni, nim deyishni bilolmadi. O'zi borgan, o'zi ishgan tursa, yana nima deyalaydi? U to'xtamay o'ynab kelgan bo'lsa-mu, pokliqni yaxshi qo'g'dab kelgan edi. Mana endi mushu dodisidek qiyirning qo'lida bayram bo'ldi. Xo'jamning xo'jisi bor, chomg'urning o'risi degandek. Endi bo'ladigan ish bo'ldi. Qara güzilim. Shuna senmi bunday qilmay, menga yaxshi maslashgan. Qizliqingni o'zim olgan bo'lgandan keyin sen ega bo'laman. Patarida ayolimdan ajrashib, sen bilan to'y qilaman güzilim. U shundoq debla, yana uningga choplashib, bo'yinlariga, yuzlariga suyuvatdi. O'rnisa bo'lsa, jimli turardi. U qanday qilishni o'ylanib, oxiri boyni o'z qo'li bilan vayron qilmoqchi. Hozircha boylikdan foydalanib, keyin qizliqini yo'q qilganining o'chini olmoqchi bo'lib. Farruq, siz rostla ayolingizdan ajrashib, men bilan to'y qildigansiz. Endi menga ega bo'lmasangiz bo'lmaydi, juma, dedi. Xotirjam bo'l jinam.
Men jo qilgan ishimga ega bo'laman. Seni xotinlik olaman. Endi javob atmaysa, sana uy, mashina, pul, xizmatkor nima desam-chi, shuni beraman. To'y qilib amrimga olaman. Boyashat baxtli yashaysan. Hech nimadan g'am qilmaysan. U shundoq deb uni osh ko'zlarcha suyishga boshladi. O'rnisa ichidan g'azib qaynab tursa-mu, yana uning moslashib berdi. Tushlik tomoqni yotoqqa akirib yegandan keyin Farruxboy: "Men sirtga chiqib kiray. Sen o'ltirib turjima?" deb qo'yib, kiyimlarini kiyishga boshladi. Men yolg'iz o'tiramda. Siz daga borsiz, dedi O'rnisa ozroq qiydigandek. "Bejaradigan ishlarim bor. Qilib o'tib kiray. Kech qolmayman omoqam." deb uning manziga suyibdi. O'rnisaning uni chaynab purkib o'tgisi kelgan bo'lsa-mu, chiroyiga yolg'on kulgi yugurtib, yotoqda qoldi. "Hap qiyr ablah. Qarab tur. Sening adamingni qandoq bermankin? Meni hajab bo'za qilib ketding-a?" Uning tishlari g'uchurlab ketdi. Farruxboy 2-3 soatdan keyin qaytib keldi. Qo'lida bir muncha yeydigan, ichadigan narsalar turardi. O'rnisa uning oldiga keldi va qo'lidagi narsalarni olib ustalga tizdi. Qizil aroq, oq aroq, tabaka, so'g'uq ichimlik, ondan yeydigan kavob, go'shtnon, cho'chura, chiqib bir muncha yeydigan narsalar turardi. Ular yeb ichib, keyindan qazib ketib, birga uxlab qolishdi. Atsi O'rnisa o'rnidan burun turib, yuyinib chiqib, kiyimlarini kiygandan keyin Farruxni uyg'otib: "Bugun uyimga qaytay. Uydagilar ansirab qoladi." "Qaytamsiz? Amsa biz qachon ko'rishimiz?" dedi Farruxboy. "Doim yotoqda ko'rishmamdiq. Bizning uyimizmi yo'q?" dedi O'rnisa botlab. "Voy, undaq emas jinam. Kelaqatam uyimizda ko'rishimiz. Billa berib uy olamiz omoqam. Qaydisingiz-chi, texim omoqlashib qoldi ekansiz guzinam." da uning yana yepishmoqchi bo'ldi. "O'zingizni besib eling. Men uyga qaytayamisa. Ota-onamga narsa ilib olay degan pul bermamsiz?" Qancha kerak? "O'zingiz bilib bermamsiz." Farruxboy portmonni ichib 2000 yuanni uning tanladi. "Oralmi shuma? Nim keladi buningga?" O'rnisa shundoq debla keyniga o'rilib moqmoqchi bo'ldi. "To'xtang jinam. Undidoringizga avatib beray. Yenimda naq pul chiq emasga", dedi o'rnidan turib. "Ha, ma'qul. Amsa undidorimga cho'qib etyaptang, ha? Men mangay." O'rnisa eshikdan chiqib tükürdü. "Xap, adavangni qandoq bermaganimni bir ko'r." Mehmonxonadan chiqib bo'lguncha undidorimga uchur keldi. Qarg'an edi, 10 ming so'm etib qo'yibdi. Pulni elib, rahmat deb avatib qo'ydi va o'zicha kulib qo'yib yo'liga mangdi. O'rnisa mehmonxonadan chiqqandan keyin go'zallik saloniga berib, Alfiraga telefon qildi. Ayol bo'lmay, Alfira ham keldi. O'rnisa chechini yastab o'tdi. Alfira kiribla: "Voy, adash, necha kun yo'qib ketding-ku? Yo'qay adash, shu ozroq ishlar bilan bog'man", dedi O'rnisa. "Yolg'on aytmag'in adash. Farruxboy yeb qo'ymag'andi, ha?" Alfira yechib turib shundoq dedi. "Menga bekor gap qilmay. Men O'rnisa shundoqla bo'zak bo'ladigan odamma. Kechingni yasatmamsa, pulni sen to'lasang yasataman. Ma'qul, men to'layman. Bu yerdan chiqib kiyim-kechak olib boraylik." "Ha, ma'qul. Men zerikib turatdim. Aylanib kelaylik-chi." Ular chochlarini yastab, udul so'l saroyga kelishdi. O'rnisa pul deganni suvda hashlab, bir muncha narsalarni oldi. Alfiraga bir qur kiyim olib Alfira og'zida kulib turgan bilan ichidan chidamay, tumanning zarlik yilonlar ich bag'rini yeyotgandek beorom bo'lib o'tdi. Kechga yaqin O'rnisa Alfira bilan xo'shlashib, uyga mandi. U uyga kelmagili 4 kun bo'lgan edi. Ishning oldiga kelib, sal hayron qoldi. Uyning ichida laqida odam turgandek qilardi. Yana birlarining yig'i ovozi anglatdi. O'rnisa oldirib o'yliq kirdi. Opisi o'ltirib yig'lab o'tirdi.
Qo'shnilardan ikkisi uni yo'lab o'ltiradi. Voy dadisi, yolg'iz qo'yib ketdingiz-ku dadisi. Men endi qanday qilaman dadisi? Üçüncü kısım. Siz bo'lmasangiz men endi qanday yashayman dadisi? Qizim deb yuzini ko'rmay armonda ketdingiz-ku dadisi. Deb zar yig'layotdi. O'rni esa xuddi qotirib qo'ygan haykaldek qarab turadi. Uni ko'rgan kishilar bir-birlariga har qism gaplarni qilib kusulishadi. O'rnisani ko'rgan opsi o'rnidan turib, uning oldiga kelib bir qacha soldi. Hammani qilgansan. Sen dadamning beshiq chiqding. Senda qizil tuqqunimga. Qo'zg'indagi vaqtingda o'lsang bo'lmasmidi? Dadamni sen o'ldirding. Sen dadamning qotili. Ko'zimda yo'qol. Senda qizim yo'q. Odam emas hayvon. Dadam oxirgi tiniqidimi? O'rnisa deb jon uzdi. Sendek şun pişanını nimiş kımı tuqqan boğuydum. Sen mi adam mı? Opsi onun yoqsiga esilib yig'layotdi. Nimanda qilsa, o'lgan odam qayta tirilamdi meni tilsa. Yerim jiq kasal tatib ketgan. O'lgi ba yo'qni doktorxonaga to'lab o'lginim yaxshi bo'pti. Bu nim degina? U degan sening dadang'u. Sendek vafosizni nimiş kımı tuqqan boğuydum. Men sana tuqqin deganman. O'zing tug'ib bo'lib, nima men chalvaqaysan? Tata qulingni. O'rnisa opisining qo'lini ajratib deb uy tarafga mandi. Sen cho'qim jajangni tatsan. Opisi ho'shdan ketib yiqildi. Qo'lim qo'shnilar uni ko'tarib supaga yotqizishdi. O'rnisa hech ish bo'lmagandek taroqchib minib uyga kirib ketdi. O'yladigi hamma odam shundoq noinsof, bag'ritosh qiz bo'ladi ekan deb yoqasini tutishdi. O'rnisa yotoq uyga kirib, olgan narsalarini tashlab qo'yib, telefon o'ynab o'ltirdi. Bir pasdan keyin onasi hushiga keldi. Qo'lim qo'shnilarmi uylariga qaytishdi. Qamarxon bilan yana bir qo'shnisi Padamxon ikkisi eshikdan chiqqach paranglashayotdi. Tova Qambarxon, bola degan nima insof bilan bermiz bekorgana? Ma'vernisaning qig'inini ko'ylug'i. Bizning beshimizga undaq kunlar kelib qolmasin juma. Bichara Oyxonga pek ichim og'irdi endi. Nima kun ko'ra bu ayol? Rahmatli Qadiraxon voy qizim, oltin qizim deb bo'ynidan tushirmay ko'tirib yurib cho'ng qilgan o qizni. Yüzünü mü köremedi dadısınınki? Şunu desler Padamxon. Endi bir aş tamaq sunup, Oyxonning holidan xabar ep qo'yayli juma. Bu qizning vafo kelmaydi onasiga. Bichara Oyxonga bek uval bo'ldi. Ömürlik hamroyidan ayrilib. Mushundoq qiz bola bo'ladi ekan, isit. Mening qizim ba. Bundaq bo'lib qilishdan saqlasin. Shu to'g'ri deylar, Qamarxon. Amsa at ko'rishayli ha. Ikki ayol uylariga kirib ketishdi. O'rnisa hech ish bo'lmagandek bahramon uxlayotdi. Onasi bo'lsa ömürlik hamroyi Qadirdan yo'ldishdan ayrilib qolg'ashqa ko'ngli yerib. Uyning qayeriga qarasa, o'zi yolg'iz azobda Qadirdanning chaplini quchoqlab yig'lab o'ltiradi. Atsar qo'shnisi Qamarxon bir qo'ch suyoqash elib kirib Oyxon onaning qishig'i kirdi. Onunga zo'rlab gap qilib yurib, aron tasda oshni ichirib, qishida o'ltirdi. Ongacha Oyxon onaning sonisi, O'rnisaning hammasi Oynurxon kirib keldi. Soat 3dan oshgan vaqtda O'rnisa erinchaklik bilan o'rnidan turib, kiyimlarini almashtirib, oldirmay kirim qilgandan keyin o'yliga chiqdi. Yig'lab o'ltirgan onasiga qarab qo'yib, eshik tarafga mangdi. Ay, to'xta. Nega mangding? Kela qishimga. Dedi Oynurxon. Nima gap? Qulog'im gaz emas mening.
Boşrak to'lağa. Örnisa shundoq deb keyniga qaradi. Ay nakes. Senmi odammi? Biz çamg'ur savzi yoki to'xtoshgan kunmidoq. Yo'g'an bir odamni seni beqib qo'lidan tushirmay cho'ng qilgan dadongni ko'mib qo'yib kirdik. Odam bo'lsa emasmi sen? Ha? Qarg'inama onangga. Nimanchi bo'lib ketdi? İçin ağrımamda? Dadang sening dardingda ketib qoldi. Aqling gejganga o'tib qoldimi? Sen hayvondan. Dedi. Oy, nim demoqchisiz? Endi dadam o'ldi deb men o'lpasam bo'lamdi? O'lgan-ku ketdi. Endi hayot qolganlar yashamasak bo'lamdi? Menga qizingizni boshqarib olib, anandikin kelib men tarbiya qiling. Jimjit o'ltirgan Hörnisaning onasi o'rnidan turib, uning yuziga bir tasdik soldi. Hörnisaning ko'zlaridan o't kelib, opisini ishtirib etdi. Oyxon ona yiqilib tushdi va bola boqqanning sazoyimi bu. Sit odam boqmabdiman. Seni boqqichi ish boqqan bo'lsam-mu bu suxamda ketmaydi. Hayvon, dadang sening sababingdan o'ldi. Endi mening senda qizim yo'q. Ko'zimda yo'qol. Uyga qadam bosqichi bo'lma. Mening qizimmi, erimmi o'ldi. Endi senda qizim yo'q. Bu nakes. Ko'zimda yo'qol. Dadangning qissasi, onangning ko'z yoshi seni hamon bir kuni tutadi. Qarab tur. Ha? O'zing dedim, so'zingga ega bo'l ha. Keyin janona baqamay, mening oldimga kelgichi bo'lma. Bildingmi? Uylikingni ko'rsatma. O'zing aydiding-ku uydan. So'zingda tur qeri. deb chiqib ketdi. Hammasining Odam emas, nakes. O hayvon, eshak. Ko'radigan kuning bor sening. deb tovlangan ovozi anglab turadi. Hörnisa yerga birini tükürüp etdi. Qarab turish. Hamon bir kuni oldimga yolurib kelishsa, qazin qerjinani baqamay kelishsa, shu kuni ko'rimiz-ku teqi. Uning ichi ochiq bo'lib turadi. U da qavoxonaga kirib, bir pudlikka qizlaroq buyurtib qo'yib o'ltirdi. Hörnisa aroqning yerimini ichib bo'lgandan keyin do'sti Soniyaga telefon qildi. Voy, adash, yaxshimi? Ha, menmi yaxshi? Narisan? Qishimga kela. Men yiliqi biz doim borgan qovoqda. Ma'qul-a? Tezroq kel. Xotirjam bo'la. Men mehmon qilaman. Yarım soatlardan keyin Soniya qovoqxonaga kirib keldi. Voy, adash, nim bo'ldi sana? Ajab ilhomdan ayrilgan vaqtingdagidek ichib ketibsan-ku? deb so'radi. Hörnisa uningga satbarni chekishib. Nim deganing bu? Yana shuning gapini qilsang. Bo'ldi. Sen keta. Voy, adash. Bir ish bo'lmaganda-a? Yo'qay, ish yo'q. Shu ichim pishib qoldi. Ammo o'ynab kelamdiq. dedi Soniya ko'zlarini o'yintab hayarlarcha. Bo'ldilar. Bugun bir ravris ichishaylik. O'tira. O'zimiz o'ynaymiz. dedi Hörnisa. Ular bir pudlikka aroqni ichib bo'lib, keyindan yana 2 pudlikka buyurdi. Soniya Uyay, qizlaroq ichaveramdiq. Oqaroq akilamdi. dedi. Ular yarim kechagacha ichishib, g'irq mas bo'lib ketishdi. Hörnisa Soniyaga qaraganda beklimas edi. Ular yo'lga chiqqanda atrofga tun bardi siyilib, qorong tushgan edi. İkisi yo'lda o'ngtata tasab, oldi tog'il so'zlab, vorqirab chaqirab, birdam yig'lab, birdam kulib, yo'lni beshiga kiyishdi. Soniya bir balada bir taksi to'sib, uyning adresini deb berdi. Mashinaga chiqibla Hörnisa uyquga ketdi. Soniya mo oralda o'ltiribdi. U telefonni elib, birsiga telefon qilib, uyning oldiga tezroq kelishini aytib qo'yibdi. Taksi chopri ularni akib qo'ygandan keyin İzzet, bu zamonning qizlari nima bo'lib ketgandi amdi? Odam emaslar. Bola bo'lgan bilan insof bo'lmiz bekor gapga mana. Hey İzzet. U shundoq deb yurib ketdi. Soniya Hörnisani oran tasdiyolab, binoning oldidagi o'rindiqqa tashildi. Keynidan o'zimi o'ltirib uyquga ketdi. 5 minutlardan keyin egiz bo'yli qovul, xeyli kelishgan,
Chiroydan sho'x yomonlik chiqib turadigan, padishlar ishtini, kol tiyang, qip-qizil mayka kiyib olgan bir bola u ikkisiga qarab o'tdi. U soniyani silkib, aron tasda uyg'otdi. U ko'zni yerim ichibla. "Ay, keldingizmi Anqar? Bizni uyga chiqib qo'ying-a", dedi. Ikki qiz qonsi qaraq birovotdi. Anqar soniyani ochiqib yotqizib qo'ygandan keyin O'rnisani mangtasda ochiqib mehmonxonaga tashladi. Ondan o'ltirib, aram og'ash tomoq chekayotgach, O'rnisaga qaradi. Uning kiygan yopkisi tizig'imi kamaydigan bo'lib, ko'ptisining ikki tugmasi ichilib, badallari ko'rinib qolgan edi. Anqar sepi o'zidan chekvatparas. Qizlarning pulini xashlaydigan. Kim ko'ziga chiroyli ko'rinsa, qandoq vosita qo'llanishidan qat'iy nazar qo'lga keltiradigan shalloq birsi edi. Soniya bilan yurayotganiga hafta bo'lgan edi. U asta kelib, O'rnisaga tafsili qarab chiqib, uni midiriltib boqdi. O'rnisa o'likdek yotadi. U Soniyaning yotoq uyining oldiga berib, uningga qarab qo'ygandan keyin eshikni chingib qo'yib, O'rnisaning qishiga keldi. Soniyadan payizda qilsa qarsam, teginicha uningga tashladi. Qolganini qilib bo'p, kiyimlarini chala bo'lib tuzab qo'yibla, Soniyaning qishiga kirib, uyquga ketdi. Atsi O'rnisa tushga yaqin aron uyg'ondi. Uning beshi, butun badani shundoq og'riyotdi. Ko'ngli ilishib, oqshomqi haroq hamma yerdan o'chini avotgandek qilinib ketgan edi. Tasta beshini ko'tarib, o'zining Soniyaning mehmonxonasida yotganligini ko'rdi. O'rnidan turib, kiyimlariga qarab, sal hayron qoldi. Oqshom biz qovoqni ichishgandan keyin bu yerga qanday kelib qoldik? Kiyimlarim nimancha bo'lib ketdi? Hamma yerim shundoq og'riyotdi. Acaba menga birisi chiqilganmidi? Undaqda oqshom o'shim yo'q vaqtda menga chiqilgan o'xshaydi juma. O zati kimdi? Men bu yerga qanday kelib qolgandim? U munchoqqa kirib, yuz ko'zlarini qayta yuvgandan keyin kiyimlarini tuzashtirib, mehmonxonaga chiqdi. Ongacha hujra uyining eshigi ochilib, sochlari chuviq. Chiroyning hech ahvoli yo'q Soniya olsiz qadamlar bilan chiqib keldi. "Adash, qanday ahvoling?" dedi O'rnisa. "Yaxshi emas, ko'nglim ilishib, beshim og'rib ketdi. Put-qo'limda mog'dir yo'q. Seningchi?" "Mening shu. Aras, Soniya, oqshom biz qandoq bo'lib uyga kelib qoldik? Mening yodimda yo'q. Seninkida bormi?" To'xta, o'ylab boqay-ya. Oqshom qovoqdan chiqqandan keyin biz taksi tutib bu yerga keldik. Binoning oldidagi o'rindiqda o'ltirib, esimda. Ras. Men Anqarga telefon qilgan. U bizni chiqibdi. Anqar deganing yangi loyiqingmi? Shu. U qayerda? O'jirsida uxlayotdi. Dördüncü qism. Meni gapimni qilishyapsizlar? Anqar chiqib, ularning o'diliga kelib o'ltirdi. Aroq deganni ichib qo'ydi ekansizlar, juma qizlar. Tos qoldi, belim uzilib tushgili, sizlarni ko'tarib bo'lolmay. Qarmoqqa bak o'g'riq ko'rindi ekansizlar. Lekin bak eg'ir ekansizlar emasmi? U shundoq deb tamokisini tutashtirdi. O'rnisa o'ziga chiqilgan odamni Anqar deb faraz qildi va shu qarsam bek erib ketib chiqibli karvatga o'zingizni tashlaganda qilasiz, dedi uninga tikilib qarab. Shundaqa bek erib ketdim. Anqar shundoq deb uninga bezanlach kulib qo'ydi. O'rnisaning ochiqdan tishlari g'ujildab ketdi-yu, lekin Soniyaning oldida o'zini besib olib, "Adash, men ketayamsa. Yana qiladigan ishlarim bor." deb o'rnidan turdi. Adash birdan o'tira. Tomoq yeb mang'an. Yo'q bo'ldi.
Keyin yeyman. İşim batdı. Ketelemsiz ya, apırıp koyayım, dedi Ankar. Yaxşı ko'nglingizga rahmat. Yo'lni bilaman. Xo'sh, adash. Vernice sirtqa chiqib, taqab qo'ygan telefonni ochdi. 5 minutlardan keyin uchur kelishi to'xtadi. Farruxbaydan necha kunning yoq kelgan uchur hammadan ko'p edi. Natisiz. Gap qilamay. Bormisiz jinim? Nim bo'ldingiz? Bir ish bo'lmagandi. Nimish quvvatsiz? Nimishqa telefonni olmaysiz? Javob qo'ydiring. Mendan ranjib qoldingizmi? Vernice gap qilamay. Hammasi asosan mushundaq uchurlar edi. Vernice. Men yaxshi, o'zingiz-chi? Voy men bor. Deb uchur avatgandan keyin bir kiyim-kechak do'koniga kirib, bir qur kiyim olib, kiyimlarini shu yerda tashib etib, yenib chiqdi. Shu vaqtda undidorga birsi qo'shish avatdi. Chambrikiga qarabla, uning chiroyi g'azabli tus oldi. Qo'shish avatgan Anqar edi. Ko'rmagan bo'p tura oldi. Yana avatdi. Qo'shing akizlim. Sizga avatib berilgan narsa bor, deb yozilgan edi. Vernice. O nim narsadir? deganni o'ylab Anqarni qo'shdi. Ajabni tasdiq qo'shdingiz siz. Kim sizning jiningizga? Nima ishingiz bor edi? dedi Vernice. Siz mening jinim. Mavzuğam ko'rib beqma, yoqtiramsizkan. Anqar kulgan ifodani avatgandan keyin rasm yo'llashga boshladi. Vernice bu rasmlarni ko'rib titrab ketdi. Xap to'xtab tur. Cho'qim advangni berman. Seni o'ltirib etmaydigan bo'lsam, pastkash. Hayvon, eshak. Anqar avatgan suratlarning hammasi Vernice'ning oqshomqi masolatdagi yarim yalang'och, butunlay kiyimlari yo'q suratlar edi. Qandoq jinim? Sovuqdimni yoqtirgansa? Endi gapimni anglamasang, o'zing ketasan, dedi Anqar. Vernice'ning uni choynab purkib o'tkazib bordi. Lekin amal qancha? Nima maqsading bor? Sen nima demoqchi? Degina? Oqshom sendan toza huzur olamadim. Shunga bugun kechda qasham aka. Bo'lmasa, rasmlaring tor dunyosini bir oldi juma. Bugun kechda bo'lmaydi. Uyga qaytishim kerak. Men sen bilan 3 kun to'xtab aloqalashay. Ha, ma'qul emsa. Asliga kelsan yaxshi bo'ladi. Bir qatim sening deganingdek bo'lsin. 3 kundan keyin yana mushtaq qilsang, oqibatini o'zing bil. Ma'qul. Vernice nima qilishni bilolmay qoldi. Soqchiga ma'lum qilaymi? Unda qilsam o'zimning yuzim qolmaydi. Odam deb urg'izaymi ya? Rasmlarim uningda tursa, unda qilsam yana bo'lmag'idek. Tehdit solsam-chi? Uningga tehdit oqamdi. Farruxboyga deymi ya? Uningga nima deyman? O'ladigan o'xshayman. U o'zi so'rab, o'zi javob berib varqirab ketdi. Ko'chadan o'tayotganda uningga bir xil qarashib qo'yotdi. Zoti qanday qilsam bo'la? U ochiqda nomerga qaramayla oldi. Voy, kim o? dedi qattiq talaffuzda. Men jinim, nim bo'ldingiz? Meni to'lamadingizmi? Nimandaq to'laysiz deyman. Bu Farruxboy edi. Yo'q, hiliqi, kechiring. Qaramayaptiman. Birsi ochiqimni keltirib qo'ygandi. Ha, nədisiz? Men og'ir boray. Vernice o'rnini dappagandan keyin Farruxboy telefonni qo'yib etdi. Birsidan qutlamay yursam, endi yana birsi chiqdi desa, Farruxdan qutlamay Anqarga tutildim. Hechap bo'zaq qilishding desa, shunma er kishiga ishongili bo'lmaydi. Hammasi o'xshash bir jangalning bo'rilari.
Ularga faqat ayollarning teni bo'lsa, hayvonning nafsi qonsili bo'ladi. Uyda guldak ayollari tursimi, ko'chadagi noynoqlarga qarab, sho'lgini iqitib, qanot so'raydi. İşitmişikçinida o'z jibtini qo'g'daydi. Lekin odamlarchi sit nafsining quli bo'lib ketganlar. Qarab tur, Farruxboy. Uydagi ayollarni yaratmay, ko'chadagi qizingdek qizlarga qanot so'rab, meni nobud qilganing uchun og'zi burning hech to'yg'izib, ikkinchi qizlarga qarmas qilyapmisam. O'rni sabonmay ketay. To'yuqsiz chilingan mashina signali bilan O'rnisaning xiyoli o'zilib, cho'chib beshini ko'tardi. Farruxboy mashinaning aynigini tushirib, uninga qarab turardi. O'rnisa asta o'rnidan turib, larsan qadam bilan mashinaga chiqib o'ltirdi. Qanday ahvoling ko'zida? O'rixlab qopsan-ku, bir ish bo'lmaganda? O'rnisa Farruxboyni boplaydigan amal keldi. Va michillab yig'lashga boshladi. Farruxboy, nim bo'ldi? Gap qila. Nimishqa yig'laysa? Yiningda men bog'u. Seni kim bo'za qildi? deb so'lga ko'mivatdi. Dadam. Ha? Dadam nim bo'ldi? Dadam o'lib ketdi. Farruxboy mashinasini yo'l yoqasiga tortib to'xtatgandan keyin O'rnisaning yeshini surtib, uningga tasalli berdi. Bo'ldi, yig'lama. O'lgandan keyindan o'lgili bo'lmaydi. Dadam bo'lmasimi, men bog'u. Siz men bilan to'y qilamsiz? Bu sama bilsa qara. Mening ayolim, bolalarim bor odam. Amsi menga qanday qamro bo'lsiz? Men endi qanday qilaman? Opam meni uydan chiqaribdi. Men nega borman endi? Voy bo'l, yig'lama jinam. Sen uchun men bor. Opang aytib o'tgan bo'lsa, men bilan tursa. Men qayerda turaman? Mehmonxonadami? Kunda shu yerda turamdim. Men xuddi uy yo'q abdaldek. Undaq emas jinam. Men seni uchun ko'chada qo'ymayman. Mehmonxonada turmaysa, men ishyan, dedi Farruxboy. Va mashinasini haydadi. Nega bormiz? So'radi O'rnisa. Uyga, ikkimizning uyga boramiz jinam. Shundoq deb onunga qaradi boy. O'rnisami so'z kulimsirab qo'ydi. Hozir uyga bir ega bo'lib olay. Keyin nomimga yo'tkapamgina bir ko'ray qani. Asta seni vayron qilib o'taman. Qarab tur. Ko'z yosh degan mu pek esqatadigan narsa ekan. Shunga uni qalaymiqan ishlatmaslik kerak. Mana mushundaq xalqiliq paytda shundaq yaxshi esqatadi. U o'zidan faxrlanib ketib o'tadi. Qarab turish. Endi hammaning ko'zidan o't chiqarib, ichingga lozi qo'yib etmaydigan bo'lsa, o'rni sapolmay ketay. Burunman ko'z qilib, qimig'ining qanmaydi-ku. Endi navbat menga keldi. Shaharning markazidagi bir o'ltiroq binoning oldiga kelib, mashinasini to'xtatdi va "Yurajinam, uyimiz kirmas, keynimda mangan" debla mashinadan tushib minib ketdi. O'rnisa uning keynidan minib o'tdi. Farruxboy keyniga qarabmi qo'ymay, o'dil kirib ketdi. Va liftga kirib bo'lgandan keyin "Kechir jinam, biroz ko'rib qolsa yaxshi emas" deb qo'ydi. Hech qis yo'q, dedi O'rnisa. 11-qavatga chiqqandan keyin liftdan tushib, maxfiy nomer bilan bir uyning ichiga kirdi. Uy alomat esil besilgan, shundoq chiroyli edi. Eshikdan kirishda cho'ng tom aynik qishda oltin rangli kiyim asqo, oyoq ishkobi, koridorga uzun-zig'i silingan o'tqoshdek qip-qizil gilam. Mehmonxona uydagi qarmoqla qimmatli bilinib turilgan qahva rang sofa, aynak ustal, tomga bir kelgan televizor, ikki yotoq uy,
bir mehmonxona, bir oshxona, 2 muncha, orom ilish uyi, balkon bor edi. O'rnisa bu hashamatli uyga qarab homiy qilib qolgan edi. Bu uyni eng arzon osimi 1-2 millionga oladi. Buningdek bezash uchunmi necha 100 ming ketgandi. Qandoq gözüdem, öysang yardımı. Yoqtirmagan kim narsalar bo'lsa, adi chiqib setib olayli. Yaridi, bek chiroyli ekan. Bu endi mening, yo'q, bizning uymi? Dedi Hörnisa Farruh boyga akilib. Bundan keyin bu ikkimizning uyi, sen bilan mening. Farruh boy shundoq deb Hörnisaning yuziga suyib qo'yib, yatoq o'yinimni ko'rib boqqan jinim, deb o'til tarafdagi hujraga boshladi. Yatoq o'yining tomlariga har xil shakldagi gullar tushirilgan. Yerga xotinning qo'lida to'qilgan changilimi silingan. Agmi naqshlik. Gullarning orasiga har xil yoqutdek narsalardan ko'z qo'yilgan. Oppoq kirlik, yotgan ko'rp silinib, shundoq chiroyliq. Qo'sh kichik karvat. Derizlarga qo'sh parda esilgan. Deriz tubiga 2 kishilik cho'ng sofa. Bir tal kichik ustal qo'yilgan. Kiyim ishkaplarimi oq ranglik, shundoq chiroyli. Qarmoqlar qimmatli bilinib turibdi. Yotoq o'yining ichida shohona munji bor bo'lib, munjimo Hörnisaning mehmonxonasidagi yo'g'on edi. O'tirg'a vonna qo'yilgan. Bir tarafda butunlay aynak. O'tirg'a parda esilgan. Yana bir tarafda hojatxona. Munjining hamma aslahalari to'liq edi. Ajabni yerib ketdim. Hörnisa karvatga kelib o'ltirg'ach so'radi. Farruh aka, bu uyni mendan burunqi jiningizga ep berganmidingiz? Farruh boy sal tamtirib qoldi. Va yo'q, unda emas jinim. Amsi qandoq? Bu uyni shu o'zimiz o'ltirg'il tayyor qilgan, dedi beshini qoshlab etib. Nima? Men oyolingiz turgan uyda turamda. U yotgan karvatda meni yotqizmoqchimisiz? Hörnisa shundoq deb chachirab o'rnidan turdi va bu uyda men turmayman deb sirtqa mandi. Farruh boy uni tutib olib, avval gapimni anglagan. O'ltira deb mo'rsini besib o'tirg'izgandan keyin uyni tayyor qilib bo'lgandan keyin onam men yolg'iz qoldim deb birga turayli deb turib oldi. Shuning bilan ayolim onamning qishida turyotdi. Bu uyda hech kim turib boqmaydi gözlem. Bu mening son qon sovg'am. Her gün tozalashga kelib, uyni tozalab qo'yib ketadi. Burunroq desangiz bo'lmamdi. Mundaq ish deb. Deydigan fursat bermsan shu. So'g'am yoqtirgansa? Albatta yoqtirdim. Siz bergan narsaning hammasini yoqtiraman. Hörnisa shundoq deb uning bo'yniga kira soldi. Farruh boymo uni chim quchoqlab, asabiylarcha suyishga boshladi. Sapan so'rayotgan kalidek pushildab, osirib so'zlayotdi. Jinim, nima desam shuni berma. Seni hargiz tashlab o'tmayman. Ayolim bilan ajrashib, sen bilan to'y qilaman. Seni baxtli qilaman. Malikalardek turmushga erishtirman. Xoliqining yeysa, kiysa, deb shundoq she'rin, jiq va'dalarni Hörnisaga to'kma qilib to'kibatdi. Hörnisa uning soxta va'da qasamlariga miyqida kulib qo'yib, o'rnidan turib, munchaga kirib, rahatlanib yuyinayotdi. Farruh boy eshikni ochib kirib keldi va "Kechir jinim, shirkatda muhim ish chiqib qoldi. Men ishimni tugatib qachon kelaman, ha? Uyning ochqichini ustiga qo'yib qo'ydim. Sirtga chiqib aylanib ko'nglini ichib kelgan. Amsa men mandimjima?" deb qo'yib chiqib ketdi. Ishning yopilgan ovozini olgandan keyin Hörnisa "O qiyr buzuq. Ichimni ilashtirib, jinim go'zalim deb ketishlarini. Menda qizim bordu sen buzuqni. Qarab tur. Seni qandoq vayron qilmanki? Hozir rohatning payzini bir surib olay. Boshda uyni nomimga yetkitib olay. Keynidan mashina og'say. Qolgan ishlar asta-asta bo'ladi." Beshinchi qism. U munchidan chiqib, ustidagi oshqish bilan bir bog'lam pulni ko'rdi. Taxminan 10-20 ming atrofida edi. Bugun buni xashlab hayotning payzini suray.
u pulni oshqishni sumkaga silib, qandoqdir bir naqshiga g'ingshig'inicha eshikdan chiqdi. Taksiga chiqib, Dilxumar muzikalik restoranga olib qo'yishni aytib, Gulzorga telefon qildi. Vay, adash, Vernisa, sen hayatma? Bakkensa, unutibli qalding-ku meni. Yo'qay, undaq emas. Ems qandaq? Telefonmi qilmaysan? Nada? Nima ish qilib ketding? Hozir tamoqxonada. Kela, birga o'ynab ketaylik. Ha, ma'qul. Qaysi tamoqxona? Dilxumar choy taomlari restoranda. Ha, ma'qul. Hozir boray-ya. Saqlab tur. Sal turib ko'rishaylik. Ha, ma'qul. Xo'sh. Vernisa restoranga kirib bir ayrimxonada o'ltirdi. Ongacha bir mulozim qiz tomoq tizimligini ko'tarib kirib keldi. Vernisa tizimlikka qarag'ach. Keladigan mehmon bor. Udul boshlab kiram. Dedi. Ha, ma'qul ham qiz. Qizil aroqdan bir botilka, meva suyidan 2 ni, oliy tug'u qo'rimizdan 1 ni, yana bir necha xil qo'rima, ondan 3-4 xil sovuq sayni buyurib yetib, telefon o'ynab o'ltirdi. 10-15 minutlardan keyin eshik ochilib, tomoqlar kirishga boshladi. Ongacha Gulzormi keldi-da. Voy, adash, senmi borkansan-a? İzdabmi qo'yam demaysa, meni tashlab o'tding-ku. Lozim bo'lib qolamiz deyman. Ajab, bugun meni mehmon qilgin kelib qopdi-ku. deb savol ko'mvatdi. Ay, bir-birlab so'ramamsa, ota-oyim mehmon qilay desam, nimancha jiq gap qilsa? O'tira, tomoq yeylik. Men yaqinning yoqi sal aldirash bo'lib qoldim. Dadamning ketib qolganini angladim. Sabr qilgin adash. Dedi Gulzor Vernisaga qarab. Hech qisi yo'q adash. Qani, ko'taraylik. Ular romkini quruqtab, tomoqlarni cho'kiga elishi bilan yana eshik ochilib, mulozim bilan qo'shilib, ikki yigit kirib keldi. Vernisa bilan Gulzor bir-biriga qarashib, ondan tangla ularga qaradi. Sizlar kim? Biray ishinglar bormidi? Yigitlarmi bir oz tinarqab qolgandan keyin, "Va biz shu to'taylan tangli mulozim" qizga qaradi. Kechiringlar. Men texi sizlarni bir o'xshaydi deb mushiyagla boshlabdiman. Boya bu xon qiz mehmon bor degandi. Shunga. Kechiringlar. Aslida bundaq kanda hech qisi yo'q. Endi diqqat qilasiz. Dedi Vernisa. Ma'qul. Rahmat sizga xon qiz. Bu gapni anglab mulozim yana tindi va ishni ichib. Apandilar, qani, marhamat. Sizlar boshqa ayrimxonaga boshlab chiqay. Dedi. Ongacha yigitlarning ichidagi bo'yi sal egiz, seriq chiroy bir bola. Ha, ataydan kiribdi emas. Bumi bir taqdir. Bizmi yolg'iz. Qarasak sizlarmi yolg'izlar qilsizlar. Onundan birla o'ltirmaymizmi? Dedi. Qizlarga qarab. Vernisa Gulzorga qaradi. O, bo'ladi degan ma'noda beshini langshitdi. Bo'ladi, shunday qilaylik. Amsa tasoddifiy tanishib qoldik. Qani, o'tiringlar. Dedi Vernisa. Tasoddifiy tanishib qoldik. Balkim keyin o'zingizcha aralashib o'tishimiz mumkin. Dedi sal semizroq bug'doy o'ng yigit Vernisaga qarab. O keyingi ishlar. Qani tomoqqa beqinglar. Yaxshi odam tomoq ustiga deb, tomoq ustiga ustib kirdinglar, shikinglar. Shundan-a, qaraganda bizmi bak yaxshi odamga o'xshaymiz. Qandoq demadam go'zal qiz. Dedi boshda gap qilgan seriq chiroy bola. Ondan. O'zimni tanishtirib o'tay. Ismim Yolqon. Bu yoq og'inam Ahmad. Mening ismim Vernisa. Bu yoq do'stim Gulzor. Tanishganimdan xushalman. Ular qo'l ilishib ko'rishayotgandan keyin tanishganligimizning hurmatida bir romkadan aroq ko'tarib etishdi. Yolqin degan bolaning bo'yi xeyli egiz, o'rg'iroq, chiroyi seriq, chochlari sal seriq moyil, ko'zlari kichik, eg'izi sal yo'g'on, peshonasi do'qiroq edi. Lekin qarg'in kishiga xeyli kelishgan ta'sir beradi. Ahmad bo'lsa sal pakar, ham semizrak, ko'z yo'g'on, burni panaqroq, enaklarda go'shtlar lag'ildab turadigan.
qo'rsqimi sal-pal chiqib qolgan bug'doy o'ng, ya'ni qaramto'lroq bola edi. Ular tog'dan bog'dan paranglashib o'tirib, tomoqlarim yeyilib bo'ldi. Amsa ishkanlarga yo'l bo'lsin. Bizmi qaytayli. O'rnisa bilan Gulzar o'rinlaridan turishiga yigitlar qo'shilmadi. Va mushundaqli qaytamsizlar. Bunda qilsanglar ko'nglimiz yerim bo'lib qoldimi qizlar? Boshqa bir yerga berib cho'glab kamamdoq. Bizmi uncha yomon bola emas. Obdalla tunishib qoldik emasmi? Hurmatdan inomat ala deb tikan. Ma'qul amsa. Qayerga boramiz? Biz boshlaymizmi yoki sizlarmi? O'rnisa Gulzarga ko'zni qisib qo'ydi. Voy, albatta biz boshlaymiz-da. Bugungi soyibxon biz tursak. Yalqon O'rnisaga qarab kulib turib shundoq dedi. Ma'qul amsa. Qani ketdik. Pul to'laydigan vaqtda O'rnisa Men to'layman deb sumkasidan bir bog'lam pulni chiqarib turib oldi. Yalqinmo bosh kelmay, talishib yurib o'z to'ladi. O'rnisaning maqsadi bu ishkaylarning o'zlarini nomrat, osh ko'z, pul yo'q deb qolmasligi uchun qasdan shunday qilgan edi. Uning bu harakatidan Yalqin bilan Ahmadmo bu ikkisiga qaytadan bir qarab qo'yishdi. Restoranning oldiga chiqiblar. Jindak ta'xir qilinglar, mashinada aklay, dedi Yalqin. Tezroq kelala. Uzun turib yana bu yerda jinga aylanib qolmayli. Ayol o'tmay Yalqin Mercedes markali mashina haydab keldi. Qani marhamat xon qizlar. Mahmud mashinaning eshigini ochdi. Yura adash. Gulzar O'rnisani tortibla mashinaga chiqardi. Mashinaga chiqqandan keyin O'rnisa o'ylab qoldi. Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. Farruxbayni mashina qilsam, o'zimning mashinasi bo'lsa, pravmi bo'lgandan keyin kechada haydab ketsam. Hayras, nimishqa burunroq aqlimga kelmagandiman. O'rnisa shu hamon Farruxbayga uchur qoldi. Nimish qilib ketdingiz? Tomoq yedingizmi? Uyga qachon kelasiz? O'rnisa o'zi xolimizmi? Chidab shundoq uchur yezayotgandan keyin, qandoq adabingni beramankin dedi ichida va tishlari g'uchirlab ketdi. Shu vaqtda Gulzar uni oston o'qidi. Hey odash, biz bularni tunimaydigan turib bilmandik. Qandoq bo'lar? Odash, nimdan ansiraysa, hechnim bo'lmaydi. Oldin qitimga Jangdo bilan qapoqning ishini unutib qoldingmi? dedi. Aras unutib qopdiman. To'g'ri deysa, Jangdo bilan qapoq. Ikkisi tangni qoqoqlab kulishib ketdi. Yalqin orqani ko'rish aynikidan ularga qarab. Hoy, nimga shuncha qo'shilib olib ketdinglar? Kuladigan gapni bizga danglatchi, bilib kulaylik. Bu degan maxfiy. Siz mashinangizni yaxshi haydang, ha? Hoy, taxima gapni. Voy bo'ladi. Xonish olaylar. Men mashinamni yaxshi hayday. Qo'yliqlarigacha bo'ysunaman. Mashinani kulki ovozi bir oldi. Qayerga keldik? So'radi Gulzar. Bak yaxshi bir yer bor. Ba'zanlarcha cho'qim yoqtirib qolsizlar, dedi Mahmud Gulzarga tikilib qarab. Bag'anda bilamiz-ku. Bizga yaramay qolsa, qandoqmi qilasiz? Voy xotirjam bo'ling, ha. Yaraydigan yerni tep opirmas sizni. Shundaqmi? Ko'ramiz qani. Bu ishga majibmi mung'ishib ketdinglar-ku? Bu yerda sizlardan boshqalar yo'qdak, dedi O'rnisa. Menga so'rang. Bekor gap qilmay. Gulzar shundoq dedi. Shaharning sal chetiga joylashgan temir darvozaga yo'g'on qilib sirdoshlar oromgohi deb yozilgan edi. Cho'ng eshikdan kirishiga ikki mulozim yigit oldiga keldi va mashinaning eshigini ochib, ular tushib bo'lgandan keyin yana birisi mashinani haydab ketdi. Qani mehmonlar, bu yoq marhamat. Sizlarga qanaqroq o'rin lozim ekan? Ichiga boshlaymi yoki teshig'imi? Xon qizlar ichida o'ltiramdi yoki teshidimi? O'rnisa bu gapni toza tushunmadi va ichitishni so'ray deb bo'p yana. Atiyaning yoqi ichida o'ltiribdik. Teshida o'ltirayli, dedi. Amz qani, marhamat. Uning so'zini anglash bilan mulozim yigit ularni boshlab oldi. Atrofi bukbaroqsin daraxtlar bilan o'ralgan. Har xil gullar po'raklab echilib turgan. Suni yasalgan fontanlardan süpsüzük sular etilib chiqayotgan.
Yo'llarga noiti epchilik bilan shundoq chiroyli toshlar yotqizilgan yo'ldan o'tib, sharqirab suv iqib turgan daryo bo'yidagi atrofi butunlay yovtal gullar bilan o'ralgan. Üstü tarafı naqishlik bo'lib, ishga 127 deb yesilgan. 20 daryoda, 20 yo'lning bo'yida qarmoqimo shundoq hashamatli bir ayrimxonaning pardasini qayirib, ularni boshladi. İçimo shundoq o'zgacha bezalgan. Bir tarafga karvat qo'yilib, ko'rpa silingan. Yana bir tarafı gilamsab qo'yilgan. Televizor, muzika qo'yish, yana karaoke'dagidek naqsh aytadigan yerlarim bor. Lekin shundoq timtos ham jimjit. Kirganlar odam yoqtirib qoladigan. Kishiga bek rohat beg'ishlaydigan. Ketkizmo kelmagudek chiroyli edi. Ular ko'rpaga berib o'tirgandan keyin mulozim tomoq tizimlikni sundi. Qizlarning kelsin. Bo'ldi. Sizlar buyurtinglar. Biz degan mehmon degan bek yuvosh bo'ldi. Dedi Vernisa. Yolqon bir necha xil qo'rma so'g'say, ichimlik o'zlariga oqaroq, qizlarga qizlaroq buyurib bo'lgandan keyin yana kendaslar bo'lsa buyurtinglar deganda qaradi. Vernisa tomoq tizimlikni qo'liga ilib qarab hayron qoldi. Bir xil so'g'sayning bahosimi 100 yuandan oshadi. Bir yo'lda buyurtib yevatmasakmi bola? Biz qolib bo'lmagandan keyin. Sal turib tomoq bermamsizlar ya? Dedi Vernisa mulozimga. Bu gapdan hammamiz kulishib ketdi. Bakli qiziqishgansizmi Vernisa? Sizga qoyil bo'ldim. Hozircha mushli bo'lib tursan. Sal turib yana buyurtmas. Dedi Yolqin mulozim chiqib ketgandan keyin. Ular tog'dan bog'dan paranglashib o'ltirishdi. Aras, odatda nima ish qilasiz Vernisa? Men do'kon ochaman. O'ylanmayla shundoq dedi. Sizchi Ahmad? Ha, men akamning zavodida ishlayman. Sizlarchi? Dedi Vernisa. Biz bir shirkat qurgan, ikkalan hamkorlashib shuni boshqaramiz. Qanday shirkat? Yemak-ishmak. İşinlar yaxshi ekan-a? Yomon emas. Haras, undilarini qo'shib olayli. Keyinmi ahvollashib turamiz. Qanday deminam? Men maslahatlashib baqay-ya. Tomoqlarimi kirdi. Ular uningdan buningdan yeb, tog'dan bog'dan paranglashib, aroq botliklarini yerim bo'lib qoldi. Ahmad o'rnidan turib tansi muzikasi qo'yib, ko'zlarini tansiga tatdi. Yolqinmo Vernisan tatdi. Bir qo'l tansi o'ynagandan keyin yana o'ltirib ichib chekishga boshladi. Ayrimxonaning ichi aroq tamak puruqiga to'shib, odamning ko'nglini to'limi ilashtiradi. Yolqin bilan Ahmad xeyli obdalla tanishib qoldi. Vernisa bilan Gulzor bundoq so'rilarda to'li yurib pishib ketgan bo'g'ishqa mas bo'lmagan edi. Tansi o'ynaymiz. Deb chikilisini tortib turg'izib o'ttirga akeldi. Ahmad bir qo'lda Gulzorning qo'lini, yana bir qo'lda belini tutib, tansi o'ynaganni bahona qilib, uni hadab o'ziga tortib otdi. Gulzor uning eg'izidan chiqayotgan aroq tomoq puruqidan seskanib ketdi. "Ulan qarang ajinam", dedi Ahmad tilini chaynab. Sen bak chiroyli ekansan. Bir ko'rib yoqtirib qolgandim. Mencha nima desam shu ba. Seni jafo tatqizmayman. Men degan maslikda uning eg'izidan gaplarni tushib kelib-atdi. Gulzorni o'ziga tortib, u yer bu yerlarni silab, faqat orom berdi. Bu asarning bugungi anglishi mush yerda tugdi.